Ömrümde birinchi marta shu sayohat uchun qayergadir chiqmoqchi edim-da. Hali palonchi yigitlarga o'xshab. Sayohat uchun chista chet elga chiqmoqchi edim. Eng tinch joy Dubay deyishdi. 3 kundan keyin Dubayga ketishim kerak edi. Dubayda ahvolni qaranglar. Men ketaman deganda o'sha qabila o'ynashdi. Boshida jumon avjida. Onasini ham desam, shuncha payt tinch bo'lgan Dubay yo'q. Bugundan keyin bitta menga eng tinch joy deganimda Dubay deysan, 10 marta serquyoshdan aytishmaguncha mana kechirmayman seni. Hozir endi Malaziyaga almashtirib berishyapti. Baraka topinglar, tegmay turinglar. Ishdan boshqa joyga ham chiqaylik, chetga ham chiqaylik biz ham. Malaziyaga borib kelib, indashmay turish va ashakka tegmay. Agar Malaziyaga ham nimadir bo'lsa, har kun ishga chiqaman. Nocham ishlayman onasini ham. O'lib ketsin, faqat ishga chiqish meni peshanamda ekan deb to'lqi ish.